Maktabimizin ekspres gruptasında kurulgan o'quvchilarimiz ekzamen o'tib keldi. 20 natijalarini Davron anglaysin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Ana biz ish boshlagandik, sizlar aytib o'tgandik. Bo'ston shahrida yashovchilar uchun, mehmonlar, mezbonlar uchun Avto Express kursini ochdik. Birinchi bitiruvchilar ana bugun Xorazm viloyati imtihon markaziga borib keldilar. Natijalar juda ham yaxshi. Mana Ilyasbek Do'shanov. Birinchi urinishda ko'rsatamiz yana. Yana ko'rsatinglar imtihon barakasini. Yine Xudoga shukr 20dan 20 ishladim. Alhamdulillah rahmat sizga. Rinat sizlarga hammangizga rahmat, ishlaringizga muvaffaqiyat. Anglatagan testlar hech qanday qiynalmadim. Shu yerda o'rgatgan ustozning savollarini ishladik. Keyingi tayyorlab yurgan o'quvchilaringiz ham Xudo xolasa hammasini o'tishini ishonaman. Omad tilayman, ishlaringizga rahmat. Bu yerdan Xudo xolasa amaliy imtihonlar bor. Yordam beramiz. Bemalol shu Archako'lda bizning avtodromimiz bor. Shu yerda malakali institutlar yordam beradi. Shu yerda tayyorlanasizlar. Tavan olganda ham o'tirish nasib etsin shu yerga kelish. Rahmat. Ikkinchi tabiiy shu yerda o'qigan kursga qatnagan Sapayev Muratbek. Bu ham bir urinishda 20dan 20 urdi. Muratbek nechta bo'ldi? Qiyin bo'lmadimi? Yo'q, hammasi oson shu o'qiganlarimiz. Davronasiga rahmat, Riyodga rahmat. Kelinglar tayyorlaninglar. Bo'ston otim maktabida tayyorlanib turib, shu darajaga yetdik. Birinchi imkoniyatda o'tdik 20dan 20. Hammangizni tavsiya etamiz. Agar prova olib yurgan yo'lda bo'lsa, kelib tayyorlaninglar, oldinda prova olamiz. Xudo xolasa tayyorlanish tayyorgarlik davom etadi. Ichkarida hozir yana keyingi ikkinchi potokimizda tayyorgarlik bo'lib turibdi. Qiynalib yurganlar bo'lsa, qo'rqib yurganlar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qiling. Telefon raqamlarimiz yana ko'rinib turibdi. Shu yerda Bo'ston Express'a kelishlaringizni tavsiya etamiz. Salomat bo'linglar. Hammangizga omad tilaymiz. Sizlar ham omad tilaymiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Katta rahmat sizga. Rinat rahmat. Kelaverasizlar.